Umarjon aka, bugun aka narx qo'yaman, yuragini aka, yuragini baqa qilaman. Maza qiladi, achingga ko'rishgan vaqtlarini umuman achirishmaydi. Narxni yer bilan bitta qilaman. Qulpini pishdi. Yana bola qo'yiladi, narx tushdi aka. Bugunga 3 partiya qo'yamiz. İlk partiya yana bola qo'yib beraman aka. Bir partiya suv qo'yib beraman. 16 kunida turibmiz aka. Videoyingiz mana shu videoni olib turing aka. 5000 ta like, 100 ta komment yozsa aka, bitta qo'z badar aka. 1 2 mana 3 mana 4 mana qo'y 5 ta. 5 ta. Assalomu alaykum. Vodus kanali obunachilar, do'stlar, akalar. Mana shunaqa arashan ona bolalardan izlaganlar bor. Mana o'zlaring ko'rib, bahon berib qo'yinglar qo'ylarga. Xolasa birinchi partiyamizni haydab chiqarib qo'yibdilar ukamiz. Bular to'liq ma'lumotini iloji boricha qo'ldan kelgancha 3-4 partiya qo'yimiz va o'ta sifatli, o'ta chiroylilardan deganlar. Iloji boricha olishga harakat qilamiz. Har doimgidek optimcha, arzoncha, sifatlisidan olib keladigan Zaynobni ukamizni qo'rasidamiz. Mana Zaynobdan assalomu alaykum. Tushunsiz? Maza yaxshimi? Sog' salomat. Obunachilar ko'pdan biri chiqmayapti. Bugun aka narx qo'yaman, yuragini baqa qilaman aka, yuragini baqa qilaman. Xudo xolasa. Qo'ylar tushdi, qo'ylar narxi umuman tushdi. Obunachilar, birinchi partiyamizga qanaqalardan keldi, qayerdan keldi? Ne ma'lumot berib o'tsangiz. Xolasa Qirg'izistonda Bishkekdan olib keldim aka. Ozgina. Ozgina. Ana turing aka. Bu zot yo'nalishiga olib keldim mana. O'zimiz qo'ylarimiz aka, buni qo'ying. Mana bolani boqib uni yildan ham qarab ko'ringlarchi, qo'ydi. Turishini ko'ringlarchi. Shuni ushladingiz, tishini ham bir ko'rsatib keting, siraz ukam. Mana aka. Tishlari ham. O'zlaring obunachilar ko'rib, bahoni beraverasizlar. Buni bolasi qaysi endi? Yana bolasini ham ajratib bo'lmaydi bularni. Bir-birini emira, mehribon. Nechta ona, nechta bola bu yerda endi? 7 ta bola, 7 ta ona. 7 ta ona, 7 ta bola. 7 tasiga pul sanashadi, ularga 14 ta bu boradi. 14 ta bu boradi inshaalloh, ha. Keshdandan deysizlar, keshdandan. Bollarni qarang. Bolani qaranglarchi. Sutga to'yib yurgan variantida. Onasiga yetishib olay debdi-ku bu. Mana, Umarjon aka mana. Mana o'zi oldi ketib, mana sekin to'lash boshlaydi. O'zi to'laydigan variantidan, ha. Endi jinglab turibdi uni, yaltirab. Enalari nechi tishda endi? Umarjon aka, yolg'on gap kerak yo'q. 4-6 tish aka. 4-6 tish. Bolalar nechta qo'chqor va nechta sog'liq ukam? Aka, 3 ta qo'chqor. 4 donasi sog'liq. 3 ta qo'chqor, 4 dona sog'liq, ha. Soni 7 dona, 7 ta bolasi bilan 14 dona obunachilar. Mana ko'rib, bo'ylari ham normalni xolasa. Charchovda turib, taz yetib keldi. Yaqinda yetib kelgan, ha. Hali yem-pim yegan yo'q mana. Bo'y baslan bir qator ko'rib bahon beravermaychi mana. Qo'chqorni ham dog'da qoldiraman degan mana dumbalarni, liniyalarni qaranglarchi do'stlar, bitta o'zini addini qilib qo'yib sharpa liniyasidan ekan. Quloqlarga ham bahon berib qo'yasizlar, xudo xolasa. O'ta chiroyli, o'ta sifatlilardan ketdi mana. Bittasini ishlab ko'rsatishmas, qolganlari ham o'shanaqa bo'y basti, bir-biridan normalni, bir-biridan chiroyli. 6 ta sarig'i, bitta qorasi bor ekan mana do'stlar. Bishkekdan kelgan dedingiz-a bularni? Bugunga nech partiya chiqaramiz dedingiz? Bugunga 3 partiya, 2 partiya ona bola qo'yib beraman. Bir partiya suvoy qo'ylar qo'yib beraman. Unda videoda qisqa va lo'nda qilaylik ukam. Bugun o'zi kech bo'lib qoldi. Manzilni eslatib qo'yamiz obunachilar. Manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Qatag'onsaroy qishlog'ida. Zaynobni ukamizning qo'ralaridamiz, xonadonlarda desak ham bo'laveradi. Hafta kuniga 16-aprel, haftaning payshanba kuni kech bo'lganda bu video syomkamizni qilyapmiz do'stlar. Xudo xolasa kechroq siz obunachilar uchun ko'rsatamiz. Mana qo'zini ko'rib, bahoni beraveringlarchi. Shu qo'chqormi Solihim bu? Yangi kepti, hali qo'chqor sog'lig'ini ham endi ko'ryaptilar. Yaqinda yetib tushibdi mana, sog'liq ekan do'stlar. O'zlaring ko'rib, bahoni beraveringlar. Endi Zaynobni ukam buni pulini chiroyli qilib bitta oldi qo'shti qilmaylik ukam. Aka, bitta gapni aytaman. Yaxshi narsa libo yerda pulda aka. To'g'ri. Hali gapni olib turib 14 million, 15 million qilish kerak yo'q aka.
olaman degan obunachingizga bor aka. 14 million so'mdan hammasini bir joyga oldim degan obunachingizga aka. Toshkent poshga qo'ymayman. Samarqandgacha dastavka beraman. 14 million so'mdan 14 million so'mdan. Samarqandgacha dastavkasi ichida. Kelib turib, yarim 500 ming o'tib beraman, keragi yo'q aka. Bo'lsa aka, xalqqa bo'lsin. Lekin ukam odamni yuzi issiq, real aloqaga chiqsa yoki borib ko'rib tanlab olamiz deysa, balki hammasini olishar kelib. Unga o'zlari chiroyli xayrini qilib berasiz-a? Aka, chiroyli xayrini qilib beraman. Kelishaveradi-ya bemalol. Vodiy uzdan keldi deysiz aka, chiroyli qilib beraman. Bemalol obunachilar mana kelaverasizlar, xudo xolasa. Mana qo'ydi, qarang, uzunligi alohida ahamiyat berib o'tguncha. Oldi qoshdi qilishdi kerak yo'q. Bo'ladigan narxda xudo xolasa aytib qo'ydilar. Endi o'zlaring real aloqaga chiqib, kelib ko'rib, qo'llarini ushlab, 13 bering, 12 bering, xohlaganlaringni so'ra mana u odamning yuzi issiq. Shuni sizlar qancha deslaring balki berib olishlar mumkindir. Endi ikkinchi partiyamizga o'taveramiz obunachilar. Zot yo'nalishiga, xudo xolasa mana zot yo'nalishiga uyaltirmaydigandan, chiroylisidan, sifatlisidan bo'lyapti degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatib turganlar bo'lsa, bittadan obuna tugmasini bosib qo'yib, like-ni ham bosib qo'yasizlar do'stlar. Xudo xolasa kundan kunga chiroylilardan, sifatlilardan chiqarishga harakat qilib boramiz. Endi ikkinchi partiyamizga o'taveramiz. Ikkinchi partiyamiz ham mana chiqdi obunachilar. Xudo xolasa mana suyutlarni ham yoqib qo'ydik. O'zi kech bo'lyapti. Navozonda videoda xato va kamchilik bo'lib yaxshi chiqmagan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, Telegramdan, WhatsAppdan, boshqatdan chiroyli video syomka qilib, ukamiz tashlab beraverarlar. Xato va kamchiliklar uchun avvalambor uzr so'rab qo'ygan holatda ikkinchi partiyamizni ham siz obunachilar uchun qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotni olishga harakat qilamiz. Zaynobni ukam ikkinchi partiyamizga qanaqalardan nechta? Aka, ikkinchi partiyaga bu ham 7 dona. 7 dona. 7lar, terodona aka. Xudo xolasa. Kashtan. O'zi tulaydigan variantida mana. Bishkek. Ishadi-yu. Obunachilar mana. Mana. Ko'ring. Mana qarang aka. O'zi tepasida qolibdi xolos mana jullar. Mana aka. Xudo xolasa. Mana shu nechta shukam? Mana aka. Qilich. 6-sini chiqardi. 6-sini chiqaribdi mana obunachilar. Xudo xolasa. Bular ham 7 ta, yana 7 ta bolam bular ham. 7 bola aka. Bolalar ham o'zi 2 dona sovuq, 5 dona qo'chqor. 2 dona sovuq, 5 dona qo'chqori bor. Mana. Mana shular qo'chqor bo'libdi mana. Mana ikkalasi ham bolasi mana shu ham ag'da o'tib ketgan ama. Ha. Mana shular ham bolalar aka mana. Obunachilar mana shular bolalar ekan. ekan. Keyin haligisi bor. 5 dona. Qarang, ko'rsating 5 dona. 1 2 mana 3. Mana 4. Mana qo'y 5 ta. 5 ta. 5 shusini bir joyga olaman degan obunachingizga aka 10 million so'mdan raspadaj ketaveradi. Rasprodaja 10 million so'mdan 5 donasi. Bolalar qanaqa o'sha 5 dan sanaganingizda? 5 ta ham sanaganimdimi? Ha. Mo'janaga 2 ta sovuq, 3 ta qo'chqor, 5 donani. 2 ta sovuq, 3 ta qo'chqor. Ko'rsataman bolasini ham mana. Obunachilar mana. 14 million so'mga Samarqandgacha ketaveradi. 14 million so'mga Samarqandgacha, xudo xolasa. Buni bolasi ham bittami? Buni bolasi ham bitta. Zot olaman degan obunachi. Zot yo'nalishiga bu. Udar. Bolasi udar, bola. O'zlari ham bahoni beramiz. Bolasi qaysi bir endi buni shuni? Mana bolasi. Mana bola. Onasini ko'ringlar, bolasini ko'ringlar. Bolasi qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Obunachilar mana bolani ko'rib, bahona berib qo'yinglar, orqa ko'rinishlardan, dumbalardan, liniyalarni mana. Bolasi ham xolasa 7-8 oylik bo'lib qo'yganmi? Qancha bu? Aka, bolasimi? Ha, ya kichkina ham hali. 3-4 oylik. Ha. Eski Bola baxshi o'zing o'zing bolasidan onasi ma'lum deyshadi-yu. eski betligi do'stlar. Dada qoldiradigandan bo'lib ketibdi bolasi bu. O'yindan ko'rib qo'ringlar, normal 75 plyusda inshaalloh chiqib ko'radi bolasi ham do'stlar. Mana asa 14 million dedingizmi o'shani? 14 million ha, zot yo'nalishiga. Enasi nechi tishida o'shani? Enasini aka? Ha, hozir ushlaganing. 4 tish ha? 4 tish. Mana. Obunachilar xolasa hozir ko'rsatdik. Bu ham o'sha siz aytgan buni qancha bu endi? Buni 13 million so'mga raspadashin ketaveradi. 13 million so'mga ketaveradi ha. Mana bolasi.
O'zim boqib yurgan qo'y mana shu aka. Ha, o'zingiz boqib yurgan qo'y. Obunachilar, mana bolasini ko'ringlar, mana qo'zini ko'ringlar. Bu ham qo'chqor. Qo'chqorni udarini qo'shamiz aka mana. Xudo xolasa o'sadigan, semiradigan variantida mana. O'zlarini ko'rib, quloqlari ham butun ekan qo'chqorcha. Qo'chqormisan, qo'chqor obunachilar. Bu 13 millionga bu ekilasi. Nari 5 dan qanchaga dedingiz keyin? 5 yana 10 million so'mdan hammasi bir joyga ketadi. 10 million so'mdan. Realni aloqa etsa xayrini qilib berasiz. O'zi qo'chqor bo'ldi aka. Qo'zilar o'zi qo'chqor bo'libdi. Orada bitta ikkita kichkinasi bor ekan. Keyin aka bir gap mana 14 million degan qo'yim bor. Mana pilis yana bo'g'oz. Pilis yana bo'g'oz. Aytib o'tib ketdi, ha. Obunachilar. Pilis yana bo'g'oz ekan 14 million so'm deyilgani. O'shanga bolasini ham ko'rdilarmi o'zi katta qo'chqorlar bilan yetishib olay debdi o'zi. Kichkina qo'zi bo'lsa ham. Sizlarni ko'rib bahoni berib qo'yarasizlar. To'g'ri aka sizlar dunyoning mana bunday chiqadi. Ya'ni kech bo'lgan yomg'ir deganlarni. To'g'ri. Videoda aka kamchilik bo'lsa oldindan uzr kech tomon chiqaryapmiz. Endi dastlabkasi buni ham Samarqandgacha qilamizmi? Buni ham Samarqandga chiqamiz. Bo'ylar aka, aytib o'tdik. Bundan oldingisini adashmasam aytmadik. Aytmadik. Ha, 85 pilisga olishaveramiz. 85 pilisga bundan oldingiz, ha? Buni ichida aka 85 pilis minusga olishaveramiz. Buni- Nima aytsam mana. Mana shular 85 ga urib beraman. Buni ham 85 pilisga olishaveramiz. Buni ham 85 pilisga. Qo'y bo xolos. Mana ular 90 degan. 90 14 million deganingiz 90 ni ham urib qo'yaradi, xudo xolasa uyaltirmaydi. Obunachilar bolalarni ham ko'rib, bahoni berib, mana birma-bir ushlab, mana zot yo'nalishiga shunaqasidan izlab yurgan obunachilarimiz bor o'zi. Sraz aloqaga chiqib ko'rasizlar, xudo xolasa sifatga, chiroyga addenni bahoni berib bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Bitta ikkitasini tanlab olamiz, oradan 10 million deyishganidan deysa. Aka kelishtirib beraman. Kelishtirib berasiz, ha? Kelishtirib beraman. Kelishilgan holatda Kelishilgan holatda aka telefon qilsa ishlarini bitiraman. ishlar bitadi, ha? Musofirda tog' akalarimiz ham telefon qilishadi. Beholda. Bemalol mana obunachilar telefon qilaverasiz. Videoni aka oxirgacha ko'rib tursin. Hojinalarimizni, hojatlarimizni pensiyasiga beradigan so'y qo'ylarim bor. Obunachilar mana videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Xudo xolasa 3-partiyani ham e'tiborlaringizga taqdim qilamiz endi. Obunachilar 3-partiyamiz ham sekin birma-bir mana chiqlyapti do'stlar. Mana o'zi to'laydigan variantlardan xudo xolasa mana kashtan variantidan deysizlarmi, ikkita mana sariq 6 da chiqdi mana. Hammasi bo'ynidan boshlab sekin orqalaridan boshlab o'zi to'layapti mana. Ko'rib bahon berib qo'yinglar-chi mana. Qo'ylarga bir qator ko'rib bahon beraverasizlar. Zaynobning ukam bu 3-partiyamizga soni nechta endi bo'ladi? Mirjon aka bugungi 15 dona. 15 dona 3-partiyamizga. Partiyamizga 15 dona. 3-partiyamizga 15 dona. Bular ham o'ta chiroyli, o'zi to'laydigan sifatlisidan ekan-a. Xudo xolasa. Yosh oyligi tishlari nechta shu qanaqa endi bo'ladi? Mirjon aka buniki aka 2-4 tish, orasi bitta 6 tish bo'lsa 2-4 tish aka. 2 tish 4 tish asosan, ha? Asosan 2-4 tish. Obunachilar mana orqa ko'rinishlardan mana sariqlagan ko'rib bahon beravermachi, bolani chiroylisidan Suvoy deb qo'ydik aka, mana shu bo'g'oz qo'ygan. mana shu bo'g'oz, ha? Endi 50 kilo javob bermaymiz. Lekin mana shu bo'g'ozlarga garantiya beraman. Qorinda ko'rib ko'ringlar do'stlar, xudo xolasa mana. Iktirib tashlab, yilni ham sal sop qopti o'zi. Qorindan ko'rib ko'rasizlar, xudo xolasa. Nechi tish ekan mana? 6 ta ekan buni aka. 6 ta mana 6 ta ekan. Bitta 6 tish bo'lsa, Mana ko'ringlar, o'z tulashini ko'ryapsizlar. Bizlar 2 tish mana. o'zi chiqarish boshlayapti. O'zi tulayapti mana. Bunga o'zim yaxshi qo'chqor qo'shaman degan aka-ukalarimiz uchun. Yaxshidan sifatli, zotli qo'chqor qo'shasizlar, xudo xolasa bolani ham sifatli, zotlisidan olaverasizlar. Soni 15 dona. Yeb ichariga, sog'ligiga. Yeb-ichariga umrni o'ylashmas aka. Qanchaga berasiz garantiyani, ukam? Aka garantiyasini haliga 10 kun qilmayman aka. 7 kun, 1 hafta 10 kun qo'ymayman. 2 haftaga javob beraman. 2 haftaga garan yemasa, ichmasa qaytib olaverasiz, bemalol. Jon Alloh. Jon Allohniki. Yemasa, ichmasa mana u yoq bu yoqni sindirib qo'ysalaring, boshqa bo'lib qolsa unisiga garantiyasi yo'q. Lekin uylaringga olib borasizlar, shuni yemasa, ichmasa 15 kun ichida qaytaraverasizlar, xudo xolasa.
Buni bo'ylarini nechiga beramiz? Qolganini bo'yini aytdik, buni ham bir bo'yini aytdik. 85 plus minusga beraman. 85 plus minusga beraverasiz a. Bo'yi ham uyaltirmaydigan chiroyli variantida mana. Mana shular 90 ham chiqib qo'yar obunachilarda xolasa. Tovotang bo'lib chiqadi aka, buni qo'ylar qarang. Ha, qaranglarchi. O'z akamdek tellash boshlaydi mana. Men namraxonamda tellash boshlayman. O'z tulash boshlayman aka. O'zi jinni olish ham shart emas, xudo xolasa. Umuman shart emas. Endi buni puli, eng muhimi pulida-ta ukan. Aytdim aka videoni boshida. Yuragini baqa qilaman, yuragini aqa qilaman aka. Hojinalarimiz pensiyasiga shun chiqadi, hojinalar pensiyasiga beraman aka. Qanchaga berasiz endi? Realniqi bitta narx aytavering, oldi qochdi qilmaymiz. Bitta gapirayman aka. Qochirmaydigan. 6,5 million so'mdan hammasini bir joyga oldim degan obunachilar aka. Samarqandga chaqib beraman aka. Samarqandgacha dastavka. Navoiyda mana shu 15 dan 8 tasini shunda yarmidan yorib olishsa, oyog'idan tortmasdan, uni qanaqa qilamiz? Plus minuslar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Plus minuslarni qilib beraman. Qilib berasiz a? 5 qo'l o'sha gap 5 qo'l baravar emas. Bemalol aloqaga chiqishaveradi, xudo xolasa. Obunachilar mana bitta ikkita olamiz desalar ham aloqaga chiqib qo'rasizlar. Aka o'tgan safar videoni ko'rishgan bo'lsa, obunachilaringiz meni tanigan bo'lsa, challenge e'lon qiladi aka. Hali bonus qilmadi-ku. Ha. 15 kun ichida 30 ga bo'lsalar, qo'zi bedirga qilaman. Qo'zlari ham tayyor turibdi. Qo'zilar tayyor turibdi. Hamma qo'yimda olsa bonus demayman aka. Haligi odamda hali. Endi har xil odam bo'ladi. To'ppa-to'p. Odam ham bo'ladi, puli yo'q odam ham bo'ladi. To'g'ri. Bir kun unda, bir kun menda o'shandaga. Aka mana bugun unda xolasa 16-aprel. 15-aprelmi? 16. 16-aprel kunida turibmiz aka. Videoyingiz mana shu videoni olib turing aka. 5000 ta like, 100 ta komment yozsa aka, bitta qo'z padarka. 5000 ta like, 100 ta komment, ha. Yig'sa padarkalik. Obunachi qilmaymiz aka. Yig'sa padarka. Tayyor turish. Obunachilaringizdan aka, eng faol obunachingizga padarkani udora bor. Xudo xolasa. Obunachilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Like-ni birtadan dirsilatib qo'yasizlarni. Hech kim aytganimizdek sotmaydi. Realni aloqaga chiqasizlar. Qo'llarini Zaynabning ukam qo'lni bering deb turib 10 million qo'yganlar, 8 million, 7 million so'ranglar, odamni yuzi issiq berib yuborishlari mumkin. Kelishganda anib turing. 1 so'm so'rashsam haqqilari bor aka. To'ppa-to'g'ri. Liboy payt shuni kelyapman deysan, kechqurunmi kunduzmi aka. Ishim shu. Qora qozon shunda qaynaydi aka. Shunda chiroyli qilib narxlar qilib beraman. 24 ga 7 ish vaqti. 24 ga 7 ishlayman aka. Xotirjam kelaverasizlar. Barakasini bersa obunachilar mana. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib, ellar bo'lsa bitta obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Shu bilan bugungi video syomkamizni yakunlaymiz do'stlar.